Bizde hunarmandimiz mana shu bobolarimizdan, otalarimizdan o'tib kelgan hunarmand kulolchilik bilan shug'ullanamiz. Asli kulolchiligimiz mana shu quroqni, kesagini tuyib, yaxshilab, keyin buni ibitib, somonni to'zitib, qillarni to'zitib, tepib, mashaqqat bilan, mehnat bilan ter to'kib, mana shu narsani biz qilamiz. Uylarda ustiga yopish uchun mana shu tarzda to'qiladi. Bu yaxshilab tozalanib, mana bunday qilib olib tozalanib, keyin kesiladi-da. Kesilgandan keyin talabga qarab, kesilgandan keyin mana shu tarzda to'qiladi. Mana hozir to'qayotgan qamishimiz tayyor hisoblanadi. O'g'lim, qizim o'qishdan bekor vaqtida menga mana shunday ko'maklashib turadi. Buni tozalash jarayonida tozalab to'qiladi. Mana bu qamishimiz bitta hisob. Tagiga sim bilan to'qiladi. Talabga qarab kesilib, razmer qilib to'qib beriladi. To'qib, oxirida mana buni qilib qo'yamiz. Mana shunday jarayonda kesiladi. Uyga olib kelgandan keyin shunday kesamiz. Onam, qaynonam mahallamizga sumalaq qilar edilar. Keyin to'ylarga shunchalik ko'p moma yig'ilar edi, o'nta 15ta bo'lib ketadi. Haligilarni hammasi qurb bo'lib, shunchalik chala edi o'rtaga, hali yoshi katta yigitlar, qizlar, yoshlar o'ynar edi. Shunchalik chiroyli bo'lar edi. Dab deyiladi, doira emas, dab. Buni mana terisini ichki teridan qiladi. Qasqonini toldan, yong'oqdan qiladi. Mana bu nimalari ko'p, buni qarang. Buni men yaqinda yasatdim. Mana bular buni momolarimizdan, qaynonamdan nimalardan qolgan. Shuning uchun mana to'kilib ketgan nimalari. Mana bu bo'lsa yaqinda yasatilgan. Bir ovoz, ikkinchi ovoz bergan bu. Momamiz yasab beradilar, hozir shu momamiz yo'q. Bu dabni hozirgi doiralarga tenglashtirib bo'lmaydi. Bu juda yengil. Vijdonba chalaymiz, yuringlar. Vijdonba, vijdonbish, vijdonba, vijdonbish, vijdonba, vijdonbish, vijdonba, vijdonbish. Davraga tush degan ma'noni beradi.